Assalomu alaykum. Va bu iplar nima deyapti bu iplar? Kilosi 35 ming deyapti bu iplar. Qaranglar, kilosini 35 mingdan xarid qilib olinglar. Toza Xitoy Furniaziya brendi, Minglong bor, Cross bor, Seta brendlari bor. Xullas, bugun yangi partiya ipimiz keldi. Qisqasi 35 mingdan xarid qilib olinglar. O'zingizlar yozdiringlar. Srochniy shanba kundan zakaz qabul qilish boshlanadi. Hozir yozdirib qo'ysanglar, o'chirishga qo'yib belgilab qo'yaman. Bizning kiloli iplarimiz ham o'zi hammasi ham endi hozir kiloga-yu. Qaranglar, vobshe yaltirayapti-da bu. Biror dona chang tushmagan iplar hammasi. Tikuv mashinani yaqiniga ham yo'lamagan. Tikuv mashina ko'rmagan bu iplar. Kilosini 35 mingdan yangi iplar srochniy olib olinglar. Bizda mana ochilmagan hozir rezinkalar ham bor. Rezinkamizni 1,5-2 sm tugadi. Uchi bilan to'ri qoldi, qaranglar. Pachka ochilmagan, bir pachkada 2 kilo bo'ladi. 2 kilo bo'yicha sotamiz. Eng kami 2 kilo sotamiz. Buni ko'rishinglar mumkin. Juda ham sifatli rezinka hammasi. Shoshilinglar, tikuv adminga murojaat qilinglar. Tikuv adminga.